2025-yil noyabr oyida bunaqa umra yangiligini hech kim eshitmagan. Ulug'bek akam bilan e'lon qilamiz do'stlar, qaranglar, birinchi bo'lib narxlar arzonladi. Bemalol endi do'stlar arzon narxda umra ziyoratiga borsalaring bo'ladi. Undan tashqari do'stlar maxsus paket e'lon qilamiz. Xudo xohlasa video davomida kuzatib turing. Madina Munavvarada 8 kun bo'linadi. Shafoat paket, ya'ni Rasuljon qora akamiz boshchiligida do'stlar shafoat paketi tashkil etildi. Buni Ulug'bek akamiz bilan hozir tushuntirib beramiz. Undan tashqari do'stlar shart-sharoitlar hech qanaqa o'zgargani yo'q. Narx tushgan bo'lsa ham sifat o'zgargani yo'q. Sizni kuttirmaymiz. Videoda to'lig'ini do'stlar oxirigacha ko'ring, to'liq ma'lumotni Ulug'bek akamizdan olamiz. Ulug'bek aka birinchi bo'lib narx necha pulga tushdi? Maxsus paket, qana paket e'lon qilindi, shuni bir tushuntirib keting aka. Assalomu alaykum. Xo'p, bizda narxlarimiz sanab o'tgan bo'lsam, Termizdan, Samarqanddan $50 tushdi narximiz. 1.100 deb o'tdik, $1050 narximiz. Toshkentdan $1000 standart premium reyslarimizda. Xo'p, Vodiydan Farg'ona, Andijon, Namangandan uchayotgan reyslarimiz $1030 bo'ldi. Xo'p, endi shafoat paketimizga kelsak, Muhammad Rasul domlamiz shafoat paketimizda 18-kuni Farg'onadan Jiddaga premium reysda uchayaptilar. O'tda 8 kun Madina, 6 kun Makka mukarramada o'rnadi. Shafoat paket 40 farz xudo xolasa Madina Munavvarada o'qiladi. Ya'ni Muhammad Rasul domlamiz boshchiligida. Xo'p, ko'pchilik yana litsenziyamiz haqida so'rashadi. Qaysi qanaqa Centrum Holders bo'ladi. Bizning firmamiz Centrum Holders 14 ta litsenziya olgan firmalardan bittasi bo'ladi. Biz mana hozir Centrum Holders'da Glamni ofisida o'tiribmiz. Bu Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasining 692-uyda o'tiribmiz. Bu Centrum Holders'da litsenziyasi bo'ladi. Xo'p, yana reyslarimiz haqida ma'lumot bermoqchi bo'lsak, Toshkentdan deyarli har 2 kunda, har kunda reyslarimiz bor. Samarqand, Termizdan haftasiga 2 ta reysimiz bor. Farg'onadan haftasiga deyarli kunora reys bo'lib ketdi. Ko'p qo'ydik. Namangandan ham, Andijondan ham kunora bo'ldi reyslarimiz xudo xolasa. Aytib o'tganimizdek, shafoat paketimiz ko'pchilik so'rayotgandi. 18-noyabrga Muhammad Rasul domlamiz boshchiligida ketilyapti xudo xolasa. Xudo xolasa 8 kun bo'linadi. Xudo xolasa 8 kun Madina Munavvarada, 6 kun Makka mukarramada o'rnadi. Zo'r gap yo'q. Aka, narxlar tushdi deyapmiz-ku, shart-sharoit o'zgarmaydimi? Yo'q, shart-sharoitlarimiz o'sha aytib o'tganimizdek standart paketimizda bordi keldi biletlari, oziq-ovqatlari, erta Madina Munavvarada Makka mukarramada aytilgan mehmonxona, gostinitsalari, doktor xizmatlari, malakali diniy qo'mitadan ajratilgan 50 bosh xizmatlari hammasi o'z joyida turadi. Ya'ni bonuslarimiz ham joyida turadi. Qizil dengiz sayohatlari, Sulaymon Rojiyev masjidlarida kechki ovqat pikniklari, Xurmo bog'ida oshlari, aytib o'tganimizdek dam kuniga to'g'ri kelib bo'lsa Qur'on bosmaxonasiga ham 100% olib kirib chiqamiz, xudo xolasa. Keyin yana payg'ambarimiz ravzalarini ko'pchilik so'raydi. Xudo xolasa shu kungacha jo'natgan odamlarimizni deyarli 100% odamlarni olib kirib chiqdik ravzalarga. Bundan keyin ham harakat qilamiz, xudo xolasa olib kirib chiqishga. Gostinitsani uzoqliklari ham o'zgargani yo'q. Yo'q, gostinitsamiz o'sha Madina Munavvarada Baqiy Qarsoqolda Andalus mehmonxonasi, Makka mukarramada Ro'zgardagi mehmonxonasi. O'zgargani yo'q. 50 boshlarimiz qolgan paketlarimizdagi 50 boshlarimiz ham qancha tajribaga ega Ulug'bek aka? Misol bu 18 ga Rasuljon qora akamiz bilan ulgurgan sharoiti boradi, to'g'risi. Endi ulgurmay qolgan, puli keyinroqqa bo'lib qolgan yoki bu videoda keyin ko'rayotgan inson bizga 50 boshi bo'ladigan inson qanaqa inson ekan deb o'ylanmasin, ularda ham bir qator qanaqa insonligini aytib ketsak. Xo'p, kamida 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega malakali elboshlarimiz bo'ladi. Har bitta reysda deyarli elboshlarimiz billa borib, billa kelyapti. Undan tashqari erta yordamchi elboshlarimiz xizmat ko'rsatib, yordam ko'rsatib, billa yurishadi aslida xudo xolasa. Doktor xizmati, avtobus, aravachalar bular hammasi oldingi aytgan videolarimizdaqa hech qanaqa o'zgargani yo'q, tashkillashtirib qo'yilgan. Yo'q, hech qanaqa o'zgargani yo'q. Hamma narsasi o'z vaqtida tashkillashtirib, o'z vaqtida xudo xolasa amal qilib, joy-joyida ko'rsatiladi hamma narsasi. Narx xudo xolasa aytganingizdek hammasidan o'sha aytganimizdek narxlar sanab chiqdik. Har bitta viloyatdan $50dan, $30dan, keyin Muhammad Rasul domlamizning narxini aytmayapman, $1350. U Madina Munavvara 8 kun bo'lgan hisobiga, Madina Munavvara mehmonxonalari gostinitsasi qimmatli hisobiga u $1350. O'zi aslida hisoblab ko'rishsa $1350 ham arzon paketga. Madina Munavvarada ko'p turishga qaraganda arzon do'stlar. Buni endi borib kelgan inson o'zi yaxshi biladi. Joyda qana bron qilamiz Ulug'bek? Xo'p, joylarni mana shu ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqishsa, Telegram, WhatsApplari bor. Bemalol pasportlarini tashlab, joylarda aytilgan sanalar joylar bron qilishlari mumkin. Xo'p, bundan tashqari aytib o'tganimdek, Glamni ofislarimizga Samarqandda bor, Toshkentda, Farg'onada bor Glamni ofislarimizga tashrif buyurib, pasportlarini olib kelib joylashlari mumkin bemalol. Zo'r gap yo'q. Do'stlar, xudo xohlasa sizlarni juda kuttirmaymiz. Video pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh call center bolalari ishlab turishibdi.
ulgurib olinglar deymiz do'stlar. Maxsus paketlar, narxlar arzonladi. Inshaalloh do'stlar hammamizga qayta borish, payg'ambarimiz ravzalariga kirish nasib qilsin deb qolamiz. Sizlarni ham uzoq kuttirmaymiz do'stlar. Video pastdagi nomerda aytganimizdek WhatsApp, Telegram bor. Uzoqdan bo'lsangiz bog'laning, yo bo'lmasam kelaman deydigan biz gilamli ofislarni aytib o'tishdi. Hozir o'tirgan joyimiz yana qaytarib o'taman. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar temir yo'l vokzali yonidagi Centrum Holiday'sni axborot markazi, ya'ni do'stlar gilamli ofisdamiz. To'liq ma'lumot bo'ldigan umiddamiz. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum.